Zor məğlubiyyət. ئاپتورى زبىگنېۋ برېزنىسكى. 20. ئەسىردىكى كوممۇنىزىمنىڭ گۈللىنىشى ۋە ھالاكىتى. 3. قىسىم ئورگاننىڭ يەكلىشى. داۋامى. Şərqi Avropa dokladçıları jurnalda 1987 yılı 2. tom 3. qism. Vaslav Havel ismlik o'xshamagan siyosiy ko'zqarashdagi Chexoslovakiyalik bir kishi nihoyatda meg'izlik qilib, terrorlik vositasini tashkillik vahshiylik bilan ishlatishdan shakllangan kommunizm tuzilmasining mohiyatini bayon qildi. U hokim mutlaqlik bo'lsa, kishilar o'zi cho'qim boshdan kechirganda ondan qiladigan narsa. Bu narsani yiroqdan ko'rgili bo'lmaydi. Bizning tuzilmamizda zo'ravonlik ruhga qarta aytilgan, hargizmi jismimizga qarta aytilgan emas. Boshqacha qilib aytganda, zo'ravonlik maxfiy bo'ladi, oshkor bo'lmaydi. Munosabatsiz odamlarga nisbatan bu yerning turmushida hamma nihoyatda normaldir. Siz kishilarning ko'chalarda asta ketayotganligini, xushal paranglashayotganligini, magazinlarga kirib chiqayotganligini ko'ra olasiz. Sirtdan qaraganda hamma normal, dahshatli qirg'inchilikdan qilchim asar yo'q. Sayohatchilar yoki ziyoratchilar davlatimizning tuzilmasidagi zo'ravonlik taraflarini hargiz ko'ra olmaydi deb yozgan edi. Havelning yana agar g'arbliklar bu xil tuzilmaning kishini haqiqiy zolimlik tuyg'usini his qilmoqchi bo'lsa, cho'qim bu xil tuzilma ostida yashashi hamda uzun muddat cho'ng huquqni qo'lga elib olgan byurokrat organning o'rinlashtirishini anglashi, ular har bir kichik ishni qilmoqchi bo'lsa, aloqador amaldorlarning ko'rsatmasini elishi kerak. Ular odamning ro'yi va eng asosliq qadr-qimmatining asta-asta dafsanda qilinayotganligini bayqaydi. Kishilar bu xil xo'rliqda uzun mezgil yashaydi. Mana bu hokim mutlaq tuzilmaning aloyidaligi. Bularning hammasini telekamera orqali tortib olg'ili bo'lmaydi. Ziyoratchilarga aniq tushuntirishmi nihoyat qiyin. Haqiqiy tushunish uchun cho'qim o'zi berib his qilish kerak deb ko'rsatdi. Sovetchi tuzilma Sharqiy Yevropaga majburiy tengilgandan keyin yangi bir siyosiy sinf barliqqa keldi. Bu sinf yig'inchoqlab aytganda kommunizmga, konkret qilib aytganda Sovet ittifoqiga minnatdorlik bildirish kerak. Buningdan boshqa bu sinf sazovar bo'lgan jamiyatning qo'llashi qancha oz bo'lgancha o'zini qurg'uchi va qo'g'dug'uchisi bo'lgan Sovet ittifoqi tarafda turishni shuncha xohlaydigan bo'ldi. Moskva ularning sodiqligiga ishonsa bo'ladi. Texmi haqiqiy aytganda buyruqqa itoat qilishdir. Bu kishilarning hayot mamoti Kreml saroyi tarafidan belgilandi. Stalin maqtab uchirilib, huquq ihromining cho'qsiga chiqqanda o'z manfaati va ideologiyaga sodiq va tayinishchan mustahkam munosabatni barliqqa keltirdi. Ammo Sovet guruhining bu ro'shan yuzaki ittifoqligi yangi hokimiyatning ichki yoshirin ojizligini yoshirdi. Stalin o'lib uzun o'tmay bu xil ojizlik oshkorlanib chiqdi. 50 yillarning dastlabida marksizm, leninizmning cho'ng ixchamlash nazariyasining go'zal tasavvurlarining nuri paydan-pay xiralashishga boshladi. Kommunizmga bo'lgan dastlabki vaqtliq qizg'inlikmi tezli pasaydi. Chunki kishilar G'arbiy Yevropaning asliga qaytishining texmi tez bo'layotganligini paydan-pay his qildi. Bu ularning orzularini barbod qilib, og'irnish sadolari to'lib tashdi. Buningdan sirt 1953 yılı Stalinning tuyuqsiz o'lishi Sovet ittifoqi rahbarlik qatlamini ko'zga ko'ringan ham kishining o'chligini keltiradigan bir shaxsdan ayirdi.
Kreml sarayının rəhbərlik qatlamada siyasi ixtilaf körülüşügəla Sovet İttifaqı rəhbərləri Stalinizmның asaretlərini yo'qotishga başladı. Kriz bütünlәй Şərqi Avropani qapladı. 1953 yılı Şərqi Germaniyada qalaymaqançılıq yüz berdi. Keyindilli Polşada siyasi vəziyyətinin muqimsizliği kelib çıxdı. 1956 yılı Vengeriyada keng ko'lamlik zo'ravonlik vaqasi yuz berdi. Bularning hammasida agar Sovet İttifaqı bevosita harbiy mudohala yurgizmagan bo'lsa, kommunizm cho'qim butkul Sharqiy Yevropa davlatlarida tal to'kis yimirlatdi. Hatto Chexoslovakiyaga o'xshash oldi bilan Moskvaga eg'ishgan davlatda Sovet İttifaqi tuzilmani sinaq qilgandan keyin tal to'kis o'yg'andi. 1968 yılı Sovet armiyasi bitjit qilgan Praga bahori ifodaldiki, xalq chet el an'anasining tug'undisi bo'lgan siyosiy va ijtimoiy iqtisod tuzilmasini qabul qilishni izchil xohlamagan. Sovet İttifaqı armiyasining harbiy ishg'oliyati Sharqiy Yevropa kompartiya hokimiyatlarini davomliq Sovet İttifaqıga tayinadigan hamda ataman bo'lib olish holati kishining diqqatini texmi tortdi. Sharqiy Yevropa madaniyati bilan munosabati qo'yiq bo'lgan davlatlarda, masalan, Sharqiy Germaniya, Chexoslovakiya, Vengriya va Polshada norozilik kayfiyatining hamisha eng kuchli bo'lishining qilchimi ajablanarligi yo'q. Bu davlatlarga nisbatan aytganda, sovetlashish ularning o'tmishdagi siyosat va madaniyat an'anasidan uzil-kesil ada-juda bo'lishidan derak berdi. Bir mezgil ichida hatto o'zining tarixiy va madaniyatimi cheklangan hamda ijtimoiy turmushning sirtiga siqib chiqarilgan. Üstün siyasi kuchga tayinib, hukmronlikqa erishdiki jo'g'rafiyaviy siyosat ta'limoti, ya'ni Brezhnev ta'limoti o'xshamagan siyosiy qarashdagilarning eng cho'ng cheklamasini belgildi hamda bir xil muqim xato tuyg'uni paydo qildi. Hatto yuzak qulluqni tashabbus qildi. Bir mezgil ichida hatto madaniy turmushimi ideologiyaning siziqidan chiqolmaydigan yuzak shaklda barliqqa keladi. Hatto milliy orzusimi bostirilsa bo'ladi. Lekin bu hodislar ostidan norozilik kayfiyati, tushkunlik tuyg'usi va umid izchil bix urib, qaytadan namoyon bo'lib chiqadigan fursatni saqlab turdi. Sovet armiyasining mudohalasi g'alaba qildi. Bu Sharqiy Yevropa xalqiga, Sovet diktatorasiga hamda Kommunist partiyaning tuzumiga bevosita xiris qilishning oqmaydiganligini aytib berdi. G'arb ularga yordam bermaydi. Davlat ichidagi aloqazod bo'lgan kommunist huquqdorlar bo'lsa, Sovet ittifoqidan yordam talab qiladi. Sovet imperiyasining hukmronlari qurol kuchi bilan bostirdi. Şoň ularning cho'qim texmi vositalik va texmi savrchan usul qo'llanishi kerak hamda cho'qim paydinpay qilishi kerak. O'zgarish cho'qim ichki qismdan boshlanishi, cho'qim asosiy tenishlik shaklini qo'llanishi, shundaqla paydinpay ilgirilishi kerak. Ma'lum ma'nodan aytganda, yana boshdan oxir tarixda qo'llanib kelingan maxfiy harakat strategiyasini qo'llanish kerak. G'alaba qilmoqchi bo'lsa, bir qism hokimiyat sinfidagilarning hamkorligini qo'lga keltirishi kerak. Buningdan sirt Sharqiy Yevropaga qo'shni davlatlarda islohotni qo'llaydigan kishilar madad berish kerak. Birla vaqtda Sovet İttifaqı rahbarlik qatlamidagi foydaliq ichki ixtilof texmi to'liq foydalanishi kerak. Moskvaning zarur ahvolda qurol kuch ishlatish orqali kommunizmning Sharqiy Yevropadagi o'rnini saqlab qolish irodasi texmi cho'nqur. O'ylab baqmagan unum paydo qildi. Naiti aniqki, Moskva hatto eng ojiz kompartiya hukmronlik guruhigimi, masalan, Polshaning hukmronlik guruhi, Kreml sarayi narozi bo'lgan ommaning qo'zg'ilib
ularni ag'dirib etishiga hargiz ruxsat qilmaydiganligi haqida kapolat berdi. Nayt tabiiyki bu nuqta yerlik kommunistlarning jismoniy va siyosiy bexatarlik tuyg'usini zo'r darajada yuqori ko'tardi. Birli vaqtda hukmronlar qatlamining bexatarlik tuyg'usi kuchaytirilib, aksicha ular bilan omma orasidagi orliqni taraytdi. Bu bir xil g'ayri unum. Hukmronlar bilan idora qiling'uchilar taqdirdosh degandek qarash asta-asta shakllanganlikdan hukmronlar kuchlik milliy g'oyaning jalb qilish kuchining ta'sirlantirishiga bargan siri oson uchraydigan bo'lib qoldi. Kommunistik partiya hukmron sinfining siyosiy o'rni texmo mustahkam, texmo tarixiy ishonchga ega bo'lganlikdan ular milliy masalada bara-bara uncha shartsiz bo'ysunib ketmaydigan bo'ldi. Bundan sırt Stalin davri intayin qisqa bo'ldi. Şoňa Şarqi Avrupa jamiyatida cho'nqur o'zgarish paydo qila olishi, ularning madaniyat qarshi va milliy alaydiligini yo'qota olishi ham o'zgacha bo'lgan siyosiy an'anasini butunlay yo'qota olishi mumkin emas. Vaqtning o'tishiga ergishib, o'zgacha bir xil xarakter bara-bara paydo bo'ldi. Ammo bu xarakterning har qaysi davlatlardagi paydo bo'lish darajasi uncha o'xshash bo'lmadi. Natijada Sovet ittifoqining yetakchilik o'rni ziyonga uchirdi. Sharqiy Germaniyada bo'lsa, bu alaydilik G'arbiy Germaniya bilan texmi qo'yiq uchrashishga o'zliksiz intilishida markazlik ifodalandi. Rumuniyada asabiy millatchilik va shaxsiy mustabidlik paydo bo'ldi. Bu kishiga nurg'un jihatdan urushdan burunqi Ruminiya fashist tashkilotining qo'g'dug'uchilar atirtini asga soladi. Vengriyada huquq texmo tarqoqlashgan iqtisodiy tuzilmani barpo qilishni aktiv qo'lga keltirdi hamda qo'shnisi Avstriya bilan ijtimoiy va madaniyat jihatdagi uchrashishni qanot yaydirdi. Hatto eng sodiq Bulg'ariyami ulug'vor planlarni tuzib chiqib, o'z xosligiga ega va yuqori darajada kasblashgan iqtisodiy rolini joriy qildirishga boshladi. Faqat 1968-yili Sovet ittifoqi tajovuz qilib kirgandan keyin bir yilgacha o'rnidan turolmagan Chexoslovakiyaning sukut ichida bo'ysunishi butkul Brezhnev davrida ustunlikni egalladi. Davomi bor.